Biz bugungi darsimizda ustozimiz Ilhom Begimqulovdan biznesda va oilada umumiy pulni boshqarish, moliyani hisob-kitob qilish darslari bo'yicha yaxshi bilimlarni olyapmiz va bugun ustozimiz tomonidan bizga umumiy oiladagi xarajatlarni qanday qilib, qayerda qancha rasxod qilish kerak va u rasxodlar va foydalarni hisob-kitobini qanday olib borish kerakligi va xuddi shu singari biznesimizda ham kirib kelayotgan kirim pullar, chiqim pullar, rasxodlar va ularni umumiy hisob-kitobini olib borishdagi foydalanadigan instrumentlarni beryapti. Bu instrumentlarda biz bilyapmizki, nima deydi? Moliyada biz juda no'noqligimizni, hisob-kitoblarni umuman qilmasligimizni, aslida biznesdagi va hayotimizdagi eng kerakli jihat, eng kerakli bo'lim bu pullarni boshqarish, moliyani hisob-kitobini yuritish bo'limi ekanligini bilyapmiz. Va bugun shunchalik darajada zo'r bilimlar olyapmizki, biz bugun foydada yoki zararda ekanligimizni hisob-kitoblarda aniqlab olyapmiz. Dars jarayonlari zo'r, o'rganayotgan ma'lumotlarimiz juda ham zo'r.